Oysha onamiz roziyallohu anha ummul mu'minin. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam innalloha la yurabbi li ahadikumut tamrata wal luqmata kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta takuna misla Uhudin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlarni biringiz bitta xurmoni sadaqat qilgan bo'lsa yoki bir odamga bitta luqma bergan bo'lsa, ana shuni qiyomat kuniga qadar kattaytirib turadi, xuddiki sizlarni biringiz tuyasini, bo'talog'ini kattaytirganga o'xshab, hattoki Uhud tog'iga teng bo'lib qoladi dedilar. Mana shunga o'xshagan dinimizni ta'limotlarini chuqur o'rganganligi uchun mana umraga borganlar ko'ryapsizlarmi? Yo'lda o'sha 3 kilo, 4 kilolik korobkalarda xurmolar bo'ladi. Odamlar ochib o'sha yo'lda o'tib ketayotganlarga tutib turadi. Hamma bittadan olib yeb ketadi. Endi uni ichida nechta bo'ladi xurmo? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Ana shu narsalarni biladi-da ular. Uni faqat ular qilishligi shart emas. Siz ham borganingizda o'sha bitta korobkada xurmoni sotib olib, ochib o'sha mana payshanba kunlikda, dushanba kunlikda odamlar roza tutadi. Haramda ulashsangiz bo'ladi siz ham. Misolda endi. Mana shu qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarni bergan bitta xurmo yoki bitta luqmaylar Alloh taolo uni o'stirib turadi, xuddiki sizlardan biringiz bo'talog'ini kichkinalikdan tortib to tuya bo'lgunga qadar o'stirgani kabi. Sizlar qiyomat kunida Allohning huzuriga borguningizga qadar u Uhud tog'iga teng bo'lib qoladi dedilar. Uhud tog'ini ko'rgansizlar, ko'pchiliginglar borgansizlar, bormaganlarda Alloh nasib qilsin, 5 kilometrday keladi-da, uzunligi katta tog'. Shuncha bo'lib turar ekanda.